Islom moliyasida sukuk operatsiyasi. Sukuk qimmat islomiy tamoyillarga mos keluvchi turi bo'lib, mablag'larni jalb etishda va investitsiya kiritishda obligatsiyalarga ekvivalent sifatida foydalanadi. G'arb olim va mutaxassislari sukukni obligatsiyaning shariatiga mos keluvchi bir turi sifatida talqin qilishadi. Zamonaviy davrdagi 1990-yilda Shell Malayziya tomonidan chiqarilgan, keyinchalik Ranto Even Capital Berhad $2.7 milliard AQSh miqdorida sukuk chiqardi. Bu Malayziya bozoridagi eng katta sukuk emissiyasi hisoblanadi. Bugungi kunda $700 milliard dan ortiq aktivlar islomiy investitsiya tamoyillari asosida boshqarilmoqda. Bu esa islomiy moliya yechimlariga bo'lgan talabning ortib borayotganini ko'rsatadi. Sukuk va obligatsiyalar qanday farqlanadi? Sukuk bu unumli investitsiya shakli bo'lib, sukuk egasiga aktivning bir qismiga egalik qilish imkonini beradi. Obligatsiyalar esa qarz majburiyatidir. Sukuk to'lovlari aktiv qiymatining oshishiga bog'liq bo'ladi. Obligatsiyalar esa foiz stavkasiga asoslanadi. Sukuk orqali yig'ilgan mablag'lar faqatgina halol loyihalarga yo'naltiriladi. Obligatsiyalar esa riboga asoslangan bo'lib, ba'zida harom loyihalarga ham moliyalashtirilishi mumkin. Sukuk toifalari. Sukuklar quyidagi ikki katta toifaga bo'linadi: aktivlarga asoslangan sukuk hamda qarzlarga asoslangan sukuk. Aktivlarga asoslangan sukuklarda aktiv sukuk muddat davomida emitent, ya'ni chiqaruvchi investor yoki egasi tasarrufida qoladi. Bunday turdagi sukuklarda investorlarning daromadi aktivlarning faoliyatiga bog'liq bo'ladi. Masalan, sukuk al-musharaka, sukuk al-mudaraba, sukuk al-ijara, sukuk al-vakala aktivlarga asoslangan sukuk turlariga misol bo'la oladi. Qarzlarga asoslangan sukuk. Qarzlarga asoslangan sukuklarda aktiv, ya'ni mulk, sukuk muddat davomida emitent, investor yoki egasi tasarrufida qolmaydi. Bunday turdagi sukuklarda investorlarning daromadi chiqaruvchining kredit xavfiga bog'liq bo'ladi. Masalan, sukuk al-murabaha, sukuk al-istisna va sukuk al-salam qarzlarga asoslangan sukuk turlariga kiradi. Sukuk al-musharaka sheriklikka asoslangan sukuk. Musharaka sheriklik bo'lib, ikki yoki undan ortiq tomonning kapital qo'shib, sheriklik mulkida keng huquqqa ega bo'lishini bildiradi. Foyda sheriklik shartnomasiga ko'ra taqsimlanadi, zarar esa kapitalga qo'shilgan ulush miqdoriga qarab bo'linadi. Sukuk al-mudaraba. Mudarabaga asoslangan sukuk. Bu sertifikatlar mudaraba asosida boshqariladigan loyiha yoki faoliyatni ifodalaydi. Unda sheriklardan biri yoki boshqa shaxs operatsiyani boshqarish uchun mudarrib sifatida tayinlanadi. Chiqaruvchi mudarrib, obunachilar, kapital egalari, jalb qilingan mablag'lar mudaraba kapitali hisoblanadi. Sukuk egalari mudaraba aktivlariga egalik qiladilar va foyda oldindan kelishilgan nisbatda mudarrib va kapital egalari o'rtasida taqsimlanadi. Zarar esa faqat kapital egalarining zimmasiga tushadi. Sukuk turlari. Ijara. Bu eng keng tarqalgan sukuk turi hisoblanadi. Ijara shartnomasida bir tomon muayyan aktivni sotib olib, uni ijara, ya'ni lizing asosida ijarachiga topshiradi. Ijara muddati va ijara haqi sukuk chiqaruvchi bilan sukuk egasi o'rtasida oldindan kelishib olinadi. To'lovlar, asosiy mablag' va foyda ijara haqi shaklida sukuk egasiga qaytadi. Shu tariqa sukuk egasi daromad manbaiga ega bo'ladi. Musharaka. Foyda va zarar sherikchiligi. Musharaka tuzilmasida ikki yoki undan ortiq tomon loyiha uchun mablag' ajratadi. Foyda oldindan kelishilgan nisbatda barcha sheriklarga taqsimlanadi. Zarar kelganda esa u har bir sherikning qo'shgan kapital ulushiga qarab taqsimlanadi. Murabaha. Narxlarga qo'shilgan foyda asosidagi savdo. Bu turdagi sukuk bu teng qiymatdagi sertifikat bo'lib, u tovarlarni xarid qilishni moliyalashtirish uchun tuziladigan savdo shartnomasi orqali chiqariladi. Ushbu shartnomada tovar xarid narxiga qo'shimcha tarzda kelishilgan foyda qo'shilgan narxda sotiladi. Murabaha shartnomasi odatda qisqa muddatli moliyalashtirish vositasi sifatida qo'llaniladi. Salam. Kelajakdagi oldindan sotib olish shartnomasi.
Salom bu kelajakda xaridorga yetkazib beriladigan aniq tovarlarni oldindan kelishilgan narxda sotib olishdir. To'lov odatda oldindan amalga oshiriladi. Bu turdagi savdo umumiy qoidalar uchun istisno bo'lib, chunki odatda savdo shartnomasi tuzilayotganda tovar mavjud bo'lishi shart. Salom sukuk yig'ilgan kapital hisobidan tovarlar belgilangan sanada yetkazilishi uchun qo'llaniladi. U ko'pincha qishloq xo'jaligi sohasida qo'llaniladi. Istisno: bu turdagi sukukda muayyan aktivni sotish ko'zda tutiladi. Bunda sotuvchi uni ishlab chiqarish yoki qurish va belgilangan sanada topshirish majburiyatini oladi. Buning evaziga oldindan kelishilgan narxda to'lanadi. Istisno: sukuk faqatgina aktiv topshirilgandan keyin bozorga chiqarilishi va sotilishi mumkin. Mudoraba bu investor va tadbirkor o'rtasida sheriklik bo'lib, unda investor tadbirkor boshqaradigan loyiha yoki faoliyatni moliyalashtiradi. Foyda oldindan kelishilgan nisbat asosida taqsimlanadi, zarar esa faqat investor zimmasiga tushadi. Ushbu turdagi sukuk odatda yirik investitsiya loyihalarini jamoatchilik ishtirokida rag'batlantirish uchun qo'llaniladi.